Sizlar bilan o'sha Toks bugungi videoda biza Roblox o'yinini o'ynaymiz. Qanday o'yin desalar, bugungi videoda biz Robloxda YouTuber bo'lib ketamiz. Qanunda let's go. Huzurlar chiqib ketibdi. Mana shuni qo'yaman. Qanunda let's go do'stlar. Birinchi o'chiretda mana uni bosamiz. Bu $5 ekan. Bizda $5 уже bor. $10 ham bor ustoz. Do'stlar. $100 endi yig'ish kerak. Yo'q. Çuk. Ana. $120. Уже kuchayapmiz do'stlar. Ovozim chiqmayotganiga hayron bo'lmanglar, chunki kasal bo'lib qoldim. Kasal bo'lsam ham sizlarga video olib yotibman. Shuning uchun endi like va podpiska bosib qo'yinglar. Tezroq 7000 ta bo'laylik. Voy bilet. Men salgina kuchaygandan keyin videoni yoqaman. Birinchi kompyuterimni ochdim. Уже bizda 32 ta obunachi. Sekundaga 20 tadan 21 tadan obunachi keladigan qilib qo'ydi. Уже menda 1000 ta obunachi bor. Kompyuter yangilandi do'stlar. Qanunda let's go. 10.000 ta obunachi qilgandan keyin yoqaman video. Уже mana bunaqa bolta bor, uradigan. Zo'r ekan lekin. Уже meni bunaqa xonalar qurib tashladim. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ikkinchi etajga chiqamiz. Voy, ketmayapti. Tom qurildi ko'rishlaringiz mumkin. Bunaqa narsa ham qo'shdim, bunaqa kuchaytirib beradigan. Уже meni 7000 ta obunachi bor, mendan o'tib ketdi haqiqiy kanalimdan. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar, bundan o'tib ketaylik. Mana o'yindagi kanalimdan o'tib ketaylik. Davay do'stlar, obuna bo'linglar. 67 ta obunachi bergan qilib qo'ydim. Kompyuterda yanada kuchaytirdim. Monitlarni ham, yotoqlarim qurilyapti do'stlar. Qanunda obuna bo'linglar tezroq. Уже ikkinchi qavatda ham boshlab bordim va mana garaj qo'ydim. Qanaqaligini bilmayman, lekin zo'r ekan. Do'stlar 100.000 ta bo'ldik. YouTube'da albatta, lekin haqiqiy hayotda emas. YouTube'da bo'lolmasligim kerak, to'g'rimi do'stlar? To'g'risini aytib qo'yaveringlar. To'g'rimi? Qachon 100.000 ta bo'lar ekan bunda? Уже mana do'stlar 262.000 ta obunachi bor. Va boshidan ko'rgazib chiqaman. Уже mana kuchayib ketganman. Ikkinchi etaj bonni bitirdim. Uchinchi etajda ham ochdim do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, ikkinchi etaj bonni bitilgan bunaqalar, oshxona, korоче bunaqalar, televizorlar, yerlarda o'tirib ko'rsa bo'ladi televizor. Mana yerda o'tirib ovqat yesa bo'ladi. Endi bir ikkita narsalar qoldi, bunaqa narsalar. Shular bitirsam bo'ldi. Do'stlar, уже men mashina sotib oldim, mana ko'rishlaringiz mumkin. Dahshat ekan, mazasi ekan. Shu bilan do'stlar birinchi qismni o'z nihoyasiga yetdi. Agar ikkinchi qismni chiqaringlar desalaring, chiqaraman. Unda qamay xayr. Bum.